O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining Namangan shahar o'quv sport texnika markaziga qarashli o'q otish majmuasida yozgi Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan pnevmatik quroldan o'q otish va para o'q otish sporti bo'yicha Namangan viloyati chempionati o'tkazildi. Ma'lumki, yoshlar o'rtasida sportning pnevmatik quroldan o'q otish, yozgi biatlon, duatlon turlari bo'yicha yangi 3 bosqichli musobaqa yo'lga qo'yilgan. Yoshlar qalbiga ona vatanga mehr va sadoqat ruhini singdirish, ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash qolaversa, o'g'il-qizlar o'rtasida sportning texnik va amaliy turlarini yanada ommalashtirishda bu kabi bellashuvlarning alohida o'rni bor. Viloyat chempionatida Namangan shahri va viloyat tumanlaridan tashrif buyurgan 12 ta jamoa tarkibida 115 nafar sportchi yoshlar ishtirok etdi. Musobaqalar davomida barcha yosh toifasida ishtirokchilar havo miltig'i va havo to'pponchasidan o'q otish yo'nalishi o'zaro kuch sinashdilar. 2 kun davom etgan musobaqada ishtirok etganlarning aksariyati mazkur maktabning tarbiyalanuvchilaridir. O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritgan Sarvinoz Hamidullayeva bu safar ham g'oliblar safida bo'ldi. Sport insonga sabr, mas'uliyat, qat'iyat kabi qimmatli hislatlarni o'rgatadi. Bu sportga hozirda juda yaxshi e'tibor qaratilyapti. Kelajak maqsadlarim, yuqori natijalarni ko'rsatib, xalqaro musobaqalarda yaxshi natija ko'rsatish. Quvonarlisi, mazkur musobaqalarda parasportchilar ham faol ishtirok etdilar. Bu esa inklyuziv sportni rivojlantirish yo'lidagi amaliy qadamlardan biri bo'ldi. Murosasiz o'tgan merganlik bellashuvi g'oliblariga O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan medallar va esdalik sovg'alari topshirildi. Joriy yil fevral oyida Hindistonning New Delhi shahrida o'tkazilgan xalqaro musobaqada aynan vatanparvar tashkilotdan yetishib chiqqan o'q otish sporti bo'yicha viloyatning yosh umidli sportchilari Muhammadjon Kamolov 2 ta oltin, 1 ta kumush, Sodiqjon Abdullayev esa 1 ta kumush medalini qo'lga kiritdilar.